Assalomu alaykum do'stlar. Meni qisqa videolarimni ko'rgan va qiziqib izohlar bildirgan do'stlar. Oxirgi bir nechta videomga Namangan voqealari bo'yicha, undan avval Karimovni mustaqillik davrida e, mustaqillik bo'lish arafasida qilgan ishlari va qamoqqa olinishi mumkin bo'lgan holatlar bo'yicha va yana bir nechta O'zbekistonga va O'zbekiston siyosatiga tegishli videolarimga juda turli xil izohlar bo'ldi. Ba'zilar Karimovni nimaga yomonlaysan deb meni tanqid qilishdi. Karimovni biz yaxshi ko'ramiz, sevamiz deb aytishdi. Ukraina bo'yicha qilgan videolarimga ba'zi bir do'stlar izohlar bildirib, Rossiyani yomonlama, Putin yaxshi ish qilyapti deb fikrlar bildirishdi. Bundan tashqari juda ko'p do'stlar bugungi O'zbekistonda prezidenti Shavkat Mirziyoyev masalasida fikr bildirib, kimdir uni yaxshi dedi, kimdir yomon dedi. Shunday turli xil fikrlarni eshitganimdan keyin bir fikrga keldim. Balki bir qisqa video qilib sizlarga murojaat qilsam va agar bugun O'zbekistonda prezident saylovi bo'lganda kimga ovoz berar edilaring? Tasavvur qilinglar, bugungi prezident saylovlarida O'zbekistonda 3 ta nomzod bor. Birinchisi bu Islom Karimov. Ikkinchi nomzod bu Vladimir Putin va uchinchi nomzod bugungi prezident Shavkat Mirziyoyev. Agar bugun saylov bo'lganda kimga ovoz berar edilaring? Islom Karimovgami, Vladimir Putingami, Shavkat Mirziyoyevgami? Kimga ovoz berishlaringni, o'zlaringni fikrlaringni izohda yozishlaring mumkin. Masalan, Putinga ovoz beradiganlar izohda Putinga ovoz beraman desin. Islom Karimov nomzod bo'lganda unga ovoz beraman deganlar Islom Karimov deb nomini yozsin va Shavkat Mirziyoyev bugungi prezidentga ovoz beraman deganlar uni ismini izohlarda yozsin va ko'rib chiqamiz. Qani qancha odam kimga ovoz berishga tayyorligini va qaysi bir shaxs O'zbekistonda sizlarning fikrlaringcha hozir munosib nomzod bo'lib prezident saylovlarini yutib chiqishi mumkin edi. Bir o'ylab ko'ringlar va fikrlaringni izohlarda bildirarsizlar. O'ylaymanki, hammamiz uchun bu natijasi qiziq bo'lsa kerak. Oldindan sizlarga rahmat va kanalga obuna bo'lishni, podpiska qilishni esdan chiqarmanglar. Albatta fikrlaringni izohda yozsanglar, ko'rib chiqamiz kim qanday fikrda va qaysi prezident bugun yutib chiqar edi. Islom Karimovmi, Vladimir Putinmi yoki Shavkat Mirziyoyevmi? E'tiborlaring uchun katta rahmat. Sizlardan fikrlaringni kutib qolaman. Rahmat, salomat bo'linglar.